Mana shu kishi insonlarni go'shtidan burger qilib, uni sotib hammaga yedirgan. Tanishinglar, kannibal Jon Bettini. U uyi yo'qlarni, fohishalarni uyiga olib kirib, ularni zo'rlab, mayda bo'laklarga bo'lib, go'shtlarini konteynerga solib, xolodilnikka solgan va kerakmas qismlarini ko'mib qo'ygan. Odamlarga podozreniya uyg'otmaslik uchun u burgerli shunaqa joy ochgan va mol go'shti, cho'chqa go'shti bilan odam go'shtini aralashtirib, burger kotletalar qilgan va uni odamlarga sotgan. Eng qizig'i, odamlar uni mazza qilib yegan va ularga juda ham yoqqan. Jon Bettinini politsiya ushlagandan keyin politsiya so'raydi. Odamlar sezishmaganmi go'sht boshqachaligini deganda, u javob bergan. Odamlar faqatgina yonimga yana so'ragani, yana sotib olgani kelardi deb. Hech nimani podozrevать qilmagan insonlar odam go'shtini mazza qilib yeyishgan. Jonga birinchi butun umr qamoq jazosini berishadi. Keyin u zakon shtatda admin bo'ladi, shuning uchun 2 marta butun umrli jazo berishadi. Va 2018-yilda uni o'lik holda topishadi.